Wi-Fi li kamera yaxshimi yoki kabel orqali ishlaydigan? Qaysi birini qanday paytlarda, qanday joylarga o'rnatish kerak? Bugun sizlar bilan xuddi mana shu ikki xil kameraning farqi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Damofon.uz kanali. Oldindan aytib qo'yaman, kabelli kamerani o'rnatish Wi-Fi liga nisbatan qimmatroq bo'ladi va video davomida ikkalasini farqlarini tushuntirgan paytimizda agarda qaysidir kamera yaxshi bo'lib chiqadigan bo'lsa, kimlardir savol tug'ilishi mumkin. Sizlarning o'zingiz do'koningizda shunday kamera sotiladi-da, shuning uchun ham ushbu turdagi kamerani maqtayapsiz degan savol bo'lishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning do'konimizda ikki xil kameradan ham assortimentimiz bor. Ya'ni ko'rib turibsiz, oldimizda ikki xil Wi-Fi li kamera qo'yib qo'yganmiz va bu tomonimizda esa ikki xil kabel orqali ishlaydigan kamera. Ya'ni bizga siz qaysi kamerani xarid qilishingiz juda ham katta ahamiyatga ega emas. Faqatgina biz sizga to'g'ri ma'lumot va to'g'ri tavsiyani berish uchun ushbu videoni tayyorlamoqdamiz. Demak, boshladik. Damofon.uz xavfsizlik uchun barcha narsa. Birinchi farq xotirada. Albatta, kamera sozda bo'layotgan paytingizda o'rnatilgan joydagi jarayonlarni yozib olish siz uchun juda ham muhim. Xo'p, Wi-Fi li kameralarda mana bu yerda biz hozir bu yerga detalni yaqinlashtirgan kadr qo'yib yuboramiz. Mana bu yerda flashka qo'yadigan joyi bo'ladi. Ya'ni Wi-Fi li kameralarga siz faqatgina flashka orqali o'sha bo'layotgan jarayonlarni yozib olishingiz mumkin. Kabelli kameralarda esa siz kerakli bo'lgan o'sha NVR orqali xatlarga yozib olishingiz mumkin. Demak, Wi-Fi li kameralarda siz flashka qo'yadigan bo'lsangiz, bu 128 gigabaytgacha bo'lgan flashkalarnigina o'rnatsangiz bo'ladi. Ya'ni siz deylik, masalan, siz yozib olayotgan videoni hajmiga qarab 3 kundir, 5 kundir, boringani 6 kun, 7 kundir o'sha bo'layotgan joyni yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kabelni desa siz 12 terabaytgacha bo'lgan juda ham ko'plab xatlarga yozib olsangiz bo'ladi. O'zi odatda xatlarni 1 terabaytdan boshlanadi deb oladigan bo'lsak, 12 terabaytgacha bo'lgan xatlardan siz istagancha demaymiz, deylik 60-70 ta ham qo'ysangiz bo'ladi, o'zingizdagi serverning hajmiga qarab. Xulosa qiladigan bo'lsak, agarda siz kabel orqali ishlaydigan kamera o'rnatadigan bo'lsangiz, yozib olayotgan videoingizni hajmi, sifati, razрешение, xullas hech so'zni talaffuz qilishga qiynalaman. Mana bu yerga yozib qo'yilgan so'z, o'sha razрешениеga qarab turib, siz kerak bo'lsa 10 kun, 15, 20, 31, hattoki o'sha qo'yilgan xatlarning hajmiga qarab, juda ham ko'p muddat, yillab ham o'sha videolarni yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Wi-Fi li kamerada aytib o'tganimizdek, faqatgina o'sha flashkadagi 128 gigabaytgacha bo'lgan flashkani to'lguncha yozib olasiz. Navbatdagi farqqa keladigan bo'lsak, bu ham asosiy masala, ya'ni ularni ishlash jarayonidagi ta'siri. Masalan, Wi-Fi li kamera albatta internet orqali ishlaydi va siz uni telefon orqali ko'rib turishingiz mumkin. Mabodo siz o'rnatgan joyingizda internet yaxshi bo'lmasa yoki qotadigan bo'lsa, Wi-Fi li kamerada muammolar yuzaga keladi. Ya'ni Wi-Fi li kamera internetga qaram bo'lganda ham siz bilgan, siz hurmat qilgan, siz doimo e'zozlab gapiradigan O'zbekiston internetiga qarang. Shu sababli ham mabodo sizda internet yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha kadrdagi qotishlar, uzilishlar yuzaga keladi. Yana qo'shimcha qilishimiz mumkinki, Wi-Fi kameralari telefon orqali ko'riladi. Agarda sizda internet yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, o'rnatgan joyingizda internet qotadigan bo'lsa, albatta kadrlar qotadi. Misol uchun, telefonda ko'rib turgan paytingizda sizni darvozangiz oldida turgan odam real vaqtda sizni orqangizda turgan bo'lishi ham mumkin. Zapislarni yozib olishda ham muammolar yuzaga keladi. Ya'ni internet qotdimi, zapis yozmaydi. To'g'ri-da, agarda internet qotadigan bo'lsa, o'zi real joy narsani ko'rmayotgan bo'lsangiz, zapisga qanaqa yozish mumkin? Xo'p, mayli. Keyingiga o'tamiz. Aytib o'tganimizdek, Wi-Fi kameralari faqatgina telefon orqali ulanadi. Uni televizor orqali ko'rish mumkinmi degan savol ham bo'lishi mumkin. Ha, ko'rsa bo'ladi, faqatgina maxsus Smart TV boxlar orqali. Chunki nafaqat tank, balki butun dunyodagi kamera brendlarida ham telefonda ko'rish mumkin Wi-Fi li kameralarni, lekin ularning dasturi televizorlar uchun chiqarilmagan. Shu sababli Smart Box orqali qo'shimcha xarajat evaziga siz bu narsani qilsangiz bo'ladi, lekin unda ham baribir internetga qaram bo'ladi. Kabelli kameraga keladigan bo'lsak, unga farqi yo'q. Ya'ni u kabel orqali ishlaydi, sifatini ham, o'sha kadrlarni uzilmasligini ham kabel o'zi ta'minlab beradi. Siz uni telefon orqali ham, televizor orqali ham ko'rib tursangiz bo'ladi. Aytgancha, buni internet orqali ishlaydi deyapmiz. Mayli.
demaymiz. Kabelni ham internetga ulanadi. Ya'ni siz o'sha bo'layotgan jarayonlarni televizorda yoki monitorda ko'rib turishingiz mumkin va uzoq masofada bo'lsangiz ham o'sha jarayonni bemalol telefonda Dubayda yotgan holda ham ko'rib tursangiz bo'ladi. Keyingi farqqa keladigan bo'lsak, ularni o'rnatish jarayonidagi qulaylik va osonlik. Bu borada esa Wi-Fi li kamera albatta yutib chiqadi. Ya'ni Wi-Fi li kameraga shunchaki pitaniya beriladi, o'sha fleshga o'rnatiladi va internet orqali bemalol ishlayveradi. Kabelning uchun esa siz albatta sistema qilishingiz kerak. Sistemada siz kerakli bo'ladigan vaziyatga qarab Enver, PoE deylik o'sha boshqa yana qo'shimcha narsalar, kabellar va o'rnatish ham nisbatan birozgina qimmatroq bo'ladi. Bu borada albatta Wi-Fi li kamera o'rnatish uchun qulay. Endi yana bitta tomoni, biz aytdikki, buni keyingi farq desak ham bo'ladi. Biz aytdikki, Wi-Fi kameralarni o'rnatish oson. Pitaniya berasiz, bo'ldi. Siz agarda buni ko'chaga o'rnatib qo'yadigan bo'lsangiz, agarda bu narsani kimdir olib ketadigan bo'lsa, o'g'irlab ketadigan bo'lsa, sizdagi kamera ham va kim olganligini ko'rishingiz mumkin bo'lgan yozib olingan videolar ham o'sha kamera ichidagi fleshkada birgalikda ketadi va siz kamerangizda ham fleshkadagi yozuvlarni ham topa olmaysiz. Agarda aynan o'sha o'g'irlik bo'layotgan jarayonda siz telefondan kirib turgan bo'lsangiz va o'sha odamni tanisangiz, orqasidan quvib yeta olsangizgina kamerani va yozuvlarni qaytarib olishingiz mumkin. Aks holda bundan umidingizni uzsangiz ham bo'ladi. Kabelda esa bu narsa juda ham mustahkam tarzda himoyalangan desak ham bo'ladi. Ya'ni bundagi yozuvlar, zapislarning hammasi o'sha siz uyingizda xavfsiz deb bilgan va siz istagan joyda turadi. Xohlagan paytda o'sha jarayondagi narsalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agarda buni o'zi kabelni bo'lgandan keyin sug'urib ketish ham birozgina qiyin bo'ladi. Mayli, olib ketdi deya qolaylik. Bunaqa jarayonda ham siz hamma zapislar o'zingizda qolganligi tufayli bemalol o'sha jarayonlarni qaytarib ko'rib, nima qanaqa jarayon bo'ldi ko'rib tursangiz bo'ladi. O'zi o'g'irlik haqida gap ketyapti. Bundaqa kamera o'g'irlash degan narsa bo'lmasa ham kerak. Biz nimaga bu mavzuga to'xtaldik? Chunki kommentlarda juda ham ko'p o'g'irlab ketsa-chi, masalan deylik, qanaqa mahsulotni, domofonni aytgan paytimizda, kamerani aytgan paytimizda, deylik, domofonga o'xshash chaqiruv panelini o'zini aytgan paytimizda o'g'irlab ketsa-chi, nima bo'ladi, unaqa bo'ladi degan savollar bo'lganligi tufayli aynan mana shu yo'nalishga ham to'xtalib o'tdik. Aslida olganda o'g'irlash degan narsa unchalik ham ko'p bo'lmasa kerak. Video ham cho'zilib ketdi. Keling, keyingi farqni so'nggisi deb e'lon qilamiz. Va bu farq albatta bulardagi yozib olingan narsalarni ko'rish, o'chirish va shunga o'xshash narsalar. Wi-Fi li kamerada agar xotira to'ladigan bo'lsa, uni o'zi eski kadrlarni o'chirib, ustiga yangi kadrlarni yozaveradi. Ya'ni agarda sizda videoyingiz hajmiga qarab, o'rtacha 3, 4, 5, 6 kunlik videolarni qaytarib ko'rish imkoniyati bo'ladi. Qolgan kadrlarni esa xotira to'lgandan keyin kamerani o'zi o'chirib, ustiga yangi kadrlarni yozishni boshlaydi. Kabelda esa bu narsa birmuncha qulay. Ya'ni siz bo'layotgan jarayonlarni bemalol monitoringiz va sichqoncha orqali qaytarib ko'rishingiz, arxivlashingiz, o'chirib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bunda o'sha aytib o'tganimizdek, nimadir voqea sodir bo'ldi, o'sha voqea bo'layotgan jarayonni ko'rib olishingiz kerak. Deylik, eshigingiz oldida qanaqadir shubhali holat bo'ldi yoki nimadir yo'qolib qoldi. U narsani aniqlashingiz uchun albatta fleshkani olib, kompyuterga tiqib, bo'layotganimizdek jarayon ko'rishingiz, qarashingiz va keraksiz narsa bo'lsa o'chirib yana joyiga qaytarishingiz kerak. Kabelni esa xohlagan paytingiz qaytarasiz, o'chirasiz va aytib o'tganimizdek boshida bemalol uzoq vaqt zapislarni yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuncha narsani aytdik. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Nega unda Wi-Fi kamerani ham o'rnatishadi? Nega unda Wi-Fi kamera ishlab chiqarilgan? Nega hamma kabelli emas degan? O'zi unda qarasak ikkalasi ham yaxshi. Endi hozir biz farqni tushuntirganimizdan keyin kimdadir bo'lishi mumkin, kabelli kamera Wi-Fi ga qaraganda yaxshiroq degan fikr uyg'onib qolishi mumkin. Shu sababli ikkalasini ham o'rnatilgan paytlar haqida, joylar haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Demak, Wi-Fi li kamera odatda o'sha ichkari tomonlarga, ya'ni uyni, ofisni ichkari tomonlarga qo'yiladi. Misol uchun uyingizda yosh bolalar, qari insonlar yoki yosh bolaga qarash uchun enaga yo'llagansiz. Xullas, uydagi jarayonlarni shunchaki telefon orqali ishda turib ham ko'ra olishingiz uchun anchagina qulay variant. Keyin yana ofisda ham o'sha xodimlarni ko'rish uchun, ular nima jarayon ketayotganligini bilib turish uchun yaxshigina variant bo'la oladi. Endi agarda internet yaxshi bo'lsa shunda ham. Masalan, mana bu Wi-Fi kameramizda siz bemalol o'sha ichkaridagi jarayonlarning ovozini eshitishingiz mumkin, o'zingiz ham gapirsangiz bo'ladi. Ya'ni
telefon orqali vaziyatni ko'rasiz va qanaqadir sizda gap bo'ladigan bo'lsa, bitta knopkani bosish orqali gapirsangiz, o'sha ichkaridagi xona ichidagi odamlar ham sizni eshita olishadi. Mana shunaqa paytlarda anchagina Wi-Fi li kamera qulay bo'ladi. Kabelni esa odatda kattaroq obyektlarga, ko'chalar, kichkina joy bo'lsa ham ko'chalarga, ofislarni ham misol uchun ichki tashqi, umuman farqi yo'q. Kabelni tashqi tomoni uchun ham ichki tomoni uchun ham o'rnatilganlari bor. Masalan, mana bu kameramiz o'sha xonalarning ichki tomoni uchun mo'ljallangan, uyga ham, ofislarga ham to'g'ri keladi. Patolochniy kamera qotirib qo'yishga ham juda ham bir qulay. Umuman olganda ikki xil kamera ham zo'r. Faqatgina bularni kerakli paytda, kerakli joyga o'rnatsangiz bo'ldi. Sizda muammo yuzaga kelmaydi. Xo'p, kommentlarda o'zingiz fikringizni bildirib o'ting va yana qanday mavzularga to'xtalib o'tishimiz haqida ham yozib qoldiring. Biz albatta buni e'tiborga olgan holda keyingi videolarimizni shunga qarab tayyorlaymiz. Do'konimizga tashrif buyurgan holda xohlasangiz Wi-Fi li, xohlasangiz kabelni, xohlasangiz boshqa texnikalarni ham, ya'ni boshqa xavfsizlik texnikalarini ham xarid qilishingiz mumkin. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Omon bo'ling. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha. Domofon.uz, xavfsizlik uchun barcha narsa.